Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyede sizi gacıyoruz, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü sağış kemen 25. yıl, 4. ayının 9. günü. Haftaga çarşamba vatandaşım. Bugünkü vaziyetin sakmanı bu haberlimi kısa haber sütüde. Vaziyetini bir anı biten evvel vatandaşım. Ciddi haber. Prezident Donald Trump bütün dünyanı çöçtüdüğün bir işini kıldı. Bir devletten başka barlık devletlerge koyulgan tamoydu böcünü keçiktirip yolga koyuduğun boldu. Bu devlet kaysi? Şundan keyin Cumhuriyet Kompartiyasiga koyulgan tamoydu böcünü 125%'e götürdü. Çünkü şirketlerini Amerika payçek bazarından çıkarıp itidiğen boldu. Laverness, Twitter, 4. ayının 9. günü YouTube. Yani bir haber vatandaş, ciddi haber. Prezident Donald Trump, Cumhuriyet vardırğa yanariyat kiselip, 125% tamoydu böce koyduğun boldu. Amerikaga 3 eleş karakterlik tamoydu böce koymagan, başka devletlerge koyulgan tamoydu böceni 90 gün keçiktirdiğen boldu. Çünkü bütün yer şarı bazarına hürmet kılmadı. Çünkü hükümetinin Amerika ve başka devletlerine aldaydıgan küllerinin emde davamlaşmaydıganlığını Cungo hükümetinin tanıvelişini ümit kılımız. Volkutsi televizyası 4. ayının 9. günü YouTube vatandaş. Endisiler bugün ben teyyarlap gelgen 2 parça haber. Bu haberinin hemmesi digecek Cungo Kompartiyasının hazırkı hali. Çünkü Kompartiyası rehberliğindeki devletin vaziyeti. Partiya içindeki ilişkiyi münasibetle. Ve şundakla hazır nime iş kılıp atırdığı degenmesi. Bunun sebebi nime desemez vatandaş tünügün silahı sözüldük. Tünügün tamoydu böcünü 104%'lik ölçem ve bekitiş bilen Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti bekitkendiğin ki Prezidenti Donald Trump bekitkendiğin ki Cumhuriyet Kompartiyasını tünügünlediğin ki evvelki 34%'lik Amerika tamoydu böce koyuşunu bırakla hazır 84%'e götürgen gepetenler. 84%'lik tamoydu böce koyuş Amerika'nın tuvarları yani 350 karakterlik. Hazır nöbetçilegeme yukarıda 2 abzasını okup verdik. Prezident Donald Trump'ın Cumhuriyet'e koyduğun tamoydu böceni tertip kesilip 125% tamoydu böce koyuş Cumhuriyet'e. Yani Cumhuriyet'la 350 karakteri de 84% tamoydu böce koyuş Amerika'nın tuvarmalarına. Vaziyet moşu dereceye yetip kelgende, yani Cumhuriyet'in iki kısmında nime işler yüz birdi. Partiya içinde nime işler yüz birdi. Armiya içinde nime işler yüz birdi. Lakin şu noktasınızda bolsun vatandaşım, Cumhuriyet'de peşkademler siyasetke arlaştığı digeller. Peşkademler Reis Xi Jinping'e tesir körsettiği digeller. Hemmisi okuyun, hemmisi Cumhuriyet Kompartiyasının azasıdır. Meyli peşkademler bolsun, meyli yaşlar bolsun, meyli nöbetçi hakimiyet, beşidikiler bolsun, hemmisi Cumhuriyet Kompartiyasının azalarıdır. Cumhuriyet Kompartiyası degen bu partiyada halk degen, devlet degen hukum bulmaydı vatandaş. Fakat özünün menfaatinden başka partiya azalarının menfaat tafavutidan başka
hech qandaq ko'ngil bo'lish fuqarolarga, xalqqa, davlatga ko'ngil bo'lish degan narsa bo'lmaydi. Bu nuqtani cho'qim esingizda saqlang. Endi orliqda jon yesha mundaq o'tirg'i chiqdi. Peshqadamlar mundaq deyishdi. Masalan, Xi Jinpingning huquqi tartib elindi. Masalan, Xi Jinping harbiy ishlar komitetining reisligidan va yoki harbiy ishlardan o'zining odamlardan ayrilib qoldi. Mushularning hammasini qo'shib kelsangiz, yana bir partiya Jungo Kompartiyasi. Bu ishlar nima uchun yuz berdi desangiz, xalqaro besim ko'ryapsiz. Xalqaro jamiyatdan kelayotgan besim. Xalqaro jamiyatdan kelayotgan besim Jungoda iqtisodning eng asosli ma'nosi. Zaiflashganligi. İqtisod zaiflashishi bilan Jungo jamiyatida turmush halakchiligining kun sayin og'irlashganligi. Masalan, ishsizlik deymiz, dehqon deymiz va yoki nima deymiz, davlat mulozim deymiz. Bir kuni bu yerda maoshni qisqartayotgan, bir kuni u yerda maoshni ko'paytayotgan. Hozir hisobsiz. Demak, Jungoda iqtisod zaiflashdi, ishsizlik ko'paydi. Jungo jamiyati qaysi holga keldi? Buni ko'z oldingizga keltirang vatandosh. Xo'sh, so'zimizga qaytib kelaylik. Endi hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi tamojna beji qo'yish, biri-biriga tamojna beji qo'yish. Masalan, prezident Donald Trump hozir yo'lliq qoldi. Boshdan oxir yo'lliq, qoidali qoldi, tamojna beji qo'ydi. Jungolar mushinatchi zamondan biri bo'lib kelayotgan munosabatlar yarasha qoidalik yo'lliq tamojna beji qo'ydi. Buning asosliq nima ekanligini tunugun sizlarga so'zildik. Masalan, soda qizil raqami. Buning hech qanday davlat chilab turolmaydi vatandosh. Shundaq dedik, tunugun bugun ham shundaq deymiz. Shu vajdan tamojna beji qo'ydi deyli. Prezident Donald Trump buning qarshilik ko'rsatdi Jungo deyli. Hozir ikki davlat o'rtasidagi tamojna beji masalasi bo'yicha paydo bo'lgan bu surkilishda qaysi kayniga chekinishi kerak degan savolni tunugun qo'ygan edik. Lekin Jungoga nisbatan aytganda Jungoga qaratgan siyosat tamojna beji va iqtisod urushidan aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump hech qachon chekinmadi. Tunugun biz shu leksiyani sizga so'zlab bo'lib, bugun yana 125% Jungo tovarlarga tamojna beji qo'yganligini e'lon qildi. Ikki davlat munosabati mushu nuqtaga yetganda biz boshda aytdik, Jungo Kompartiyasining ichki qismida nima ishlar yuz berdi? Masalan, Xi Jinping taxtdan tushdi, siyosiy sahnadan tushdi desangiz, bu kishiga Jungo Kompartiyasi qanday jinoyat ortishi mumkin? Jinoyati yo'q, damalashga chiqdi deyalamdi. Jinoyati bor deyilsa, Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti Xi Jinpingga qanday muomala qiladi? Agar o jinoyati bor deyilsa, ham partiya oldida, ham xalq oldida, ham xalqaro jamiyatda bu jinoyatga javobgar bo'lish kerak. Shunga hozir endi Jungo Kompartiyasi va yoki boshqa bir siyosiy kuch bor desangiz, masalan, harbiy o'zgarish, siyosiy o'zgarish degan bu gaplarga men sizlarga so'zlab keldim, hech qachon ishongan emas vatandoshlar. Hech qachon ishongan emas. Masalan, Jungoda siyosiy o'zgarish bo'lsa, siyosiy o'zgarish qilgan kuchlar kimning manfaatiga vakillik qiladi? Jungoda shunday kuch bormi? Agar Jungoda o'rda o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, kimning manfaatiga vakillik qiladi va qanday ahvol ostida o'rda o'zgarishi qiladi? Bu savolni qo'yib qo'yaylik qata-qata. Bizning oldimizda talay qatim shundaq narsalar o'tdi vatandosh. Masalan, Limbiyo. Vendirxonda aeroplandan tushganda jiddiy vaqa, ajoyib jiddiy vaqa. Partiyaning hayoti, mavzuning taqdiri, Jungo jamiyatining taqdiri va xalqaroda qaysi o'rinda turish?
Shu vaqtimi mushu gaplar o'tirg'i chiqishga yoki jamoat fikri ustida o'tirg'i chiqishga boshlagan edi. Masalan, keyin 4 kishilik guruhning qo'lga olinishi, o'rda o'zgarishi. Bu 4 kishilik guruh Mavzudun o'lgandan keyin hokimiyat beshiga keldi. Buni hokimiyat beshiga chiqarmaymiz dedi Jungo Kompartiyasi. Hatta bugun Yanchundining so'zi bilan aytganda o'zi aslida Mavzudunning maslani va vasiyati edi. 4 kishilik guruhni qo'lga olish, masalan, Yejayin qo'lga olish yoki Cengvi yoki siyosiy qo'g'dug'uchi Mavzudunni siyosiy qo'g'dug'uchi kishi kim etadi unutib qoldim, kechiring. Mushular birlashib turib, o'rda o'zgarish qilib, yana Kompartiyaning maqsadi bo'yicha 4 kishi guruhni og'dirdi. Yana Kompartiyaning maqsadi bo'yicha Limbiao voqeasini oxirlashtirdi. Bugun navbatda shunday ishlar yuz berishi mumkinmi? Ehtimollik shundoq, undoq emas, mundoq emas deb kelyapti-da. Men aytay vatandoshim, Limbiao voqeasida chet eldan yoki qaysi bir demokratik davlatdan Jungoga hech qachon besim kelgan emas vatandosh. Masalan, 4 kishilik guruh Jiangqing vakilligidagi bu kishilarni qo'lga olish ehtimol. Shu vaqtda Jungo Kompartiyasi chet eldan yetib kelgan hech qanday besim yo'q vatandosh. Bugun uning o'xshamaydi. Vatandoshim, bugun uning o'xshamay sabab hozir G'arb dunyosi bilan musha 40 yil, 45 yildan beri Jungo Kompartiyasi munosabat qildi. G'arbga chiqdi, dunyoga chiqdi. Hozir butun dunyoni bir yo'l, bir belbog' bilan kontrol qilmoqchi bo'ldi. Vatandoshim. Ham butun dunyoda Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosining o'rniga o'tib, dunyoni boshqarmoqchi insoniyat o'rtaq gavdasi deganlarning hammasi ko'tarib chiqdi. Bugun xo'sh, kelaylik. Hozir qo'limda 2 parcha xabar turibdi. Birinchi mavzu nimadan? Jamoat fikri taraf-tarafdan ko'tarilishga boshladi. Jungo Kompartiyasi hayot, mamotlik yorligiga yetib keldi. Yana bir xabar. Xi Jinping siyosiy peshqadamlar tarafidan chatga qildi. Masalan, boshda aytdik-ku, Kompartiyaning peshqadamlari Qirla partiyasi desangiz bo'ladi. Tarafdan chatga qildi. Kiler növbetlik sekreter su yüzüge çıktı. Endi şu kiler növbetlik sekreter doğrusu bir söz yürüteyli. Bu sekreter kim? İttifak azası guruhi Li Hu Jintao. Hu Jintao izbasarlıqqa tayinligen Hu Junhua. 20. Qurultaydan keyin 2022 yili Reis Xi Jinping bu ittifak azası guruhidan tozaladi. Biroq Hu Jintao va Hu Junhuaga qo'l uzatmadi sababi buni qo'g'dayotgan kishi Hu Jintao edi. Keyin Hu Jintaoning o'zimi haqorat qilindi. 2022 yili 10-oyning 16-kuni Beijingda ochilgan mamlakatlik partiya qurultayida Hu Jintao haqorat qilindi. Keyingi tartiblar ichki ishlardan xabarimiz yo'q, lekin Hu Jintao hozirgacha harakat qilayotgan odam Aşı Hu Jintao, Hu Junhua degan odamni izbosarlik ko'rsatgan kishi Hu Jintao edi. Bugun endi Rimirabo yana boshqa gazetlar alohida muxbir tayinlab bu kishi xizmat qilgan rayon, masalan Tibet avtonom rayoni. Bu yerda bu ism shundoq chiqyapti vatandosh. Tibet avtonom rayoni Linzi nahiyasiga yoki Linzi nahiya yoki Linzi shahriga xizmatga avatgan shu yerga berib, Hu Junhua muxbir bo'lib ishlagan, mulozim bo'lib ishlagan, axir asosan qadamma-qadam o'rlab chiqqan. Bugun Rimirabo xalq gazeti Linzi shahrining taraqqiyoti va oddiy aytganda bir yo'l yasash to'g'risidagi xabarni berib, shu shaharning rahbarlarini ko'ptirib baholab yuqoriga chiqarib, buning ma'nosi Linzi shaharini boshqarayotgan hozirgi kadrlar ayni chog'dagi Hu Junhuaning guruhi yoki Hu Junhua sistemasidagi odamlar demakchi. Bu orqali ularni madilash orqali Hu Junhuani ko'tarib chiqyapti. Hu Junhua nima shartlarni qo'yibdi desangiz, bu shartlar qiziq vatandosh. Jamoat fikri deganda mana
Hoçunhua degan endi o'ttirib chiqqandan keyin bu o'ttirib qo'ygan shartlar mundaq ekan. 5 yil ichida qizil ikkinchi avlodning oila mulki bisotini setib olish. Demak, bu qizil ikkinchi avlod xiyonatchilar guruhi da'vasingiz bo'ladi hokimiyat beshida. Nima ishqi bularning oila mulkini setib olish kerak? Bu to'g'ri gap yo'q. Ikkinchi, har bir oilaga faqatla birdan shirkat qoldirish. Demak, xiyonatchilar oilasi. Qizil ikkinchi avlod amaldorlar oilasi. Masalan, alayli bugun 25 nafar partiya markaziy komitetining a'zosi, 7 nafar partiya markaziy komitetining doimiy a'zosi. Balki mushularning qo'lida, har birining qo'lida birdan ikkidan shirkat, davlat egiligidagi shirkat, xususiylar egiligidagi shirkat avval bular kontrol qiladi, huquq bilan. Ondan bu shirkatlardan pul, bisot, mulk to'plab, o'zi chet ellarda qaysi banka, qaysi davlatga amonat qo'ydigan xiyonatchilar. Bugun Hoçunhua agar men hokimiyat beshga keldigan bo'lsam, birinchi qadamda qiladiganim mushu kishilarning mol mulki bisotini 5 yil ichida setib olaman, qoldirdiganim har bir oila faqat birdan shirkat. Xiyonat qilish uchun birdan shirkatni qoldiraman. Qoldish gapi vatandosh. Arliqman sizlarga leksiya so'ziga nima dedimmi? Jungo Kompartiyasining nozir darjilik, ya'ni Tingjang darjilik bir kadri 100 milyon yuanga xiyonat qilishga ruxsat. Esinglarda bormi vatandosh? Endi bular bu nozir darajasida yuqori odamlar. Chunki markaziy komitetning 25 a'zosidir. Tamam. Hozir Hoçunhua shu shartni qo'yibdi. Birinchi, bu tugidi. Ikkinchisi, madaniyat inqilobini inkor qilish. Üçüncüsü, 12 yıldan beri Jungo'da yürgüzülgen siyasetten uzilkesini hesap edilir. Manama kattı gepki. Medeniyet inqilobini inkor qilish, inkor qilmaslik bilan hech qanday qimmat yo'q. Uni Kompartiya o'zi inkor qilmasa, butun mamlakat inkor qilib bo'lgan ish madaniyat inqilobi. O 10 yillik madaniyat inqilobi emas, 10 yillik madaniyat opti. Bütün xalq onu inkar qilib bo'ldi, bu tugidi. Kadrlarga shirkat qoldirib setavelish o üzerine ichki ishiga, Kompartiyaning ichki ishidan, lekin bu yerda gap bir og'iz gap 12 yildan beriki siyosatdan hesap edish, uzul kesil hesap edish. Masalan, 12 yildan beri kim Xi Jinping hokimiyat başıt turdi. O yürgizgan siyosatlardan hesap edish. Konusini aytaymi, yenisini aytaymi deydigan algı keltirish. Hoçunhua moşin degan bo'lsa bu odam yuraklik o'tirib qo'yibdi. Gap. Nima uchun yuraklik o'tirib qo'yibdi vatandosh? Hozir g'arb dunyosi Jungodan nima ishni talab qilyapti vatandosh? Mayli Saudi iqtisodiy jihati bo'lsin, g'arbga moyil bo'lgan yoki g'arbning fikrini anglaydigan, qo'shiladigan bir odam hokimiyat beshiga chiqish lozim vatandosh. Şundaqla hozir g'arb dunyosi ko'ngil bilib o'tgan ikki millatning kishilik huquqi. Masalan, Tibet Uyg'urning kishilik huquqi ko'ngil bilib o'tgan shundaq bir paytda Tibet va Uyg'uriston masalasini hal qiladigan bir amaldor hokimiyat beshiga kelish kerak vatandosh. Xalqaro jamiyat diplomatik munosabatlarni mo'tadillikni saqlab qola oladigan bir hokimiyat, bir kishi hokimiyat beshiga kelish kerak vatandosh Jungoda. Shundaq bo'lgandila xalqaro jamiyat rozi bo'ladi, Jungo xalqi ham rozi bo'ladi. Agar bu yerda peshqadamlar rozi bo'ladigan, ot yangishlaydigan, pochta otlarini yangishlaydigan, siyosatga o'zgarish qilmaydigan va boshqa biz yuqorida aytgan ishlarni qilmaydigan bir rahbar Jungoda hokimiyat boshiga keldigan bo'lsa, buni xalqaro jamiyat qabul qilolmaydi. Hozir masalaning negizi mana shu edi. Şuna bir sual koyaylı. Xi Jinping taxtın tushdi desek, bugünkü muşu ziddiyette mesela 84% tamojni beji Jungo Amerika koydu. 125% tamojni beji Amerika Jungo koydu. Muşunda qil üstiga yetib kelgan bir vaqtda agar Jungo chekinmaydigan bo'lsa,
o vaqtida Cungo cemiyeti ve Cungo Kompartiyasının takdirine nemi buladı qallıqını biz subyektiv aldı hüküm qılmaymiz. Hazırkı reallik hüküm qılıvatıdı vatandaş. Ben sizler yakında birleşiyedi nemi dedim 1945 8. ayının 14. günü Rus Xitay şartnaması Moskova'da imzalandığı çağda Cangjeşi dacıp durup aldı. Şartnamığı imza koymay dacıp durup aldı. Cangjeşi'nin iki diplomat emeldarı Moskova'dan qaytıp geldi. Biz bunda şartnamığı imza koymayımız dedi. Şu vaxtıda Cangjeşi Gomindan'ın generali Xeyin için nemi dedim? 2 saat içinde eğer şartnamığı kol koymaydıgan bolsan Şinjan'ın koldan ketidi. Bugün şu. Bugün eğer muş 4-5 gün içinde Reis Xi Jinping siz taxtdan tushib, hukukning muş o'ttirg'i chiqayotgan Hu Jinhua degan odamga hozircha shunda deb turayli, topshirmaydigan bo'lsang, butun Jungoda Kompartiya ve uning hokimiyat sistemasi, armiya ve uning hokimiyat qurilishi mushlarning hammasi vayroni bo'ladi. Deydigan bir payt, deydigan bir vaziyat yoki Jungo Kompartiyasi hozir dal shu kunga keldi degan gap. Tamojda Bejitah 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'lmayli Hu Jinhuani ko'tarib chiqdi. Hu Jinhuani Reis Xi Jinpingning o'rniga qo'ymoqchi bo'ldi. Reis Xi Jinpingni almashtirmoqchi bo'ldi. Biz yuqorida aytdik, buning otilgan jinoyat nima? Ikki xil. Biri majburlab taxtdan tushirish. Jinoyat uning qo'ydigan sabab nima? Hazır sebep, tayyor sebep yok. İkincisi kişisel idi bu dep. Şu yol ile çıraylıkça, nati yumuşak, mütedil taxtın çürük. Bunun için Jungo Kompartiyası yüzünü kutkuzup kılış, yüzünü ayaş ve partiyanı qoğdaş meydanı ihtimal Reis Xi Jinping kişisel bulup kaldı diyen sebeple görüştüp oturga koyuşu mümkün ve ya ki bunu almıştırışı mümkün vatandaş. Bunun içinde Hu Jinhua'nın hazırlıkı bir cümle size 12 yıldan biriki siyaset sahasındaki barlıq hadislerden hesap kitap kılış ve hesap eliş. Bu 12 yıl del Xi Jinping hakimiyet başı turğama. Doğru oldu mu vatandaş? Şundak buldu degen gep. İkincisi bunun hem yerine sizlerge bunu ok beğenmedim materyalde vatandaşım. Hanıma edepte Xi Jinping doğrusu iki xil ihtimallik. Birincisi ordu özgürüş arkalık aldırıp taşlar. İkincisi kişisel sebebi bilen aldırıp taşlar. Cemaat fikri taraftan götürdüşkü başladı degan haberde. Hazır Hu Jinhua oturup koydu, yüzde şartlarını oturup koydu. Ondan keyin siz yani şuna dikkat kılın ki bu haberdi ki bir misalını şundak aytdı ki bu kişinin bu misal nima desiniz? Bir adam mesela bu adam kim desiniz? Yang Xiaoping. Yang Xiaoping degen kim desiniz? Yang Yong degen generalның oğlu. Şunun oğlu imiş. Yang Yong degen general kim vatandaş? Del Huyaobang bina vaqt çektirmesi şu boş gerek isimde kalmadı. Huyaobang Jungo Merkezi Komiteti sekreter bulup durgan yıllarda. Şinjan Uyghur Abdunum rayoniga, şunun da muya, onun aldı keyindi mi? Bu kayıt emas mı? Şinjan Uyghur Abdunum rayoniga, Mustemliki Uyg'uristan'a gubernatör bolgan adam. Yang Yong gubernatör bolgan adam. Bir vasıta Huyaobang'a münasebetlik mi? Veya ki Huyaobang'a münasebetsiz mi? Yang Yong bu general şundak degeni. Uygurlarning hukukunu qo'liga berayli. Uygurlar devlet kuramdı, nima kurdu? Uygurlarning hukukunu qo'liga berayli. Bunu Huyaobangning ultimatili siyosatiga bağlap qarasınız. Belki Yang Yong'ning Huyaobang bilan münasebeti var. Bağlap qaramasanız Yang Yong nima uchun tuyuqsiz shundoq dedi. Bunun sebebini Yang Yong o'zi bildi ki Yang Yong şu işini şu vaqtda qilaman degan, şu gapni şu vaqtda qilgan merkezden Uyghur Abdunum rayoniga kelgan, abatilgan general edi.
Yaki Şinjan Uyghur Abdum Raylı Xitayning atalmış partikomining sekretari idi vatandaş. Yang Yong şu vaqt shundaq degan. Endi shu Yang Yongning o'g'li Yang Xiaoping mundaq debdi. Diqqat qiling vatandaş. U yüzden torbetdagi ismi bo'yicha yozibdi. Yang Xiaoping deb yozmabdi. Torbetdagi ismi bu yerda berilmabdi. Torbetdagi ismi bilan xabar tarqatib mundaq ko'rsatdi. 8. ayının ahırda olimpik tantarbiya musobaqasidan olqib tushadigan. Rossiya va Ukraina urushidan olqib tushadigan. Hamas Isroiliya urushidan olqib tushadigan. Venesuela va Bengalning ichki vaziyatidan olqib tushadigan. Cho'chiydigan kishilarni cho'chitadigan xabarlar Jungoda o'ttirg'i chiqadi. 8. ayning oxirida Jungoda o'ttirg'i chiqadi. Ya'ni haqiqiy ma'nodagi 100 yillik o'zgarish vaziyati o'ttirg'i chiqadi. Jamoat fikrini hamon bir asosi bo'ldi. Hazır Yang Yong'ning o'g'li Yang Xiaoping to'r betiga yozgan fikr mana shu. Biz hozir savol qo'yamdik. Masalan bu Rossiya Ukraina urushini besib pishirgan voqea nima? Mana Bengal bilan Venesuela desa bu gap Bengalda ichki urush bo'lgani yo'q yoki Venesuelada ichki urush bo'lgani yo'q. Vaziyat davolg'ob Bengalda hokimiyat beshidikilik ayol podshoh o'ldirildi. Vezir, ayol padişah deyile ona aldırıldı. Venezuela'nın vaziyeti de hazırca benim haberim yok. Lakin Yang Yong'ның oğlu Yang Xiaoping muşunu elip 8. ayının ahırda Jungo'da muşunda özgürlük yüz birdi depti vatandaş. Gördünüz mü? Yakında ben böyle telefon alaka ornatkan Türkiye'deki vatandaşım sizden degan sözleriniz man koygan suallarınız ne? Mana şu 8. ayının ahırda Jungo'da muşundaq bir vaziyat o'ttirg'i chiqdi degan söz bilan birlashtirib qarang'iz. Ben sizga aytdim, Jungo'da 5. ayda, 7. ayda, 8. ayda bir iş 101 işi mümkün. Hazırki alametlerden şunu ko'rib olishga bo'ladi dedik. Bugun bu kelgan yozma. Nerede kelgan mavzu, qayerda e'lon qilindi bu? Jungo'ga nazar torbiyeti e'lon qilindi 4. ayning 9. kuni jamoat fikri. Bu shu mavzu aslida Yang Yong'ning o'g'li Yang Xiaoping shuni debdi. Türkiye'deki vatandaşım, ben sizge bazı sözlerini telefonda degili bo'lmaydi dedim. Sebebi pişmagan. Qo'lingizga chiqmaydi. Derhal bir ram kichik kirmagan yoki tayyorlanmagan vaziyatda. Şunu telefonda sözlep yürüyüşten hayır yok. Şunu telefonda sözleşkili bo'lmaydi degettim. Bugün özü kepti vatandaşım. Anlap koy. Özünüz koygan sualga ma vakana birleştirip qarang'iz yigit. Yang Xiaoping 8. ayının ahırda muşuna özgürlük buldudur. Men hazır tahlil qildim sizga vatandaşım. Nima deb tahlil qildim? Vaziyat mushakkil. Cho'qim chekinish kerak Jungo Kompartiya. Mesela Xi Jinping cho'qim elib tashlanish kerak. Agar bunday qilmaydigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo o'tirishga munosabatning keyingi taraqqiyotini sizmi, yana birisimi biz tasavvur qilolmaymiz vatandaşlar. Bugün Jungo Kompartiyasi chekinish payti kelganligi uchun hozir Ho Chinhua deganni ko'tarib chiqibdi. Hamda Ho Chinhua deganni ko'tarib chiqqan jan nima debdi desang, tuyuqsiz o'ttirg'i chiqqan odam. Ho Chinhua tuyuqsiz o'ttirg'i chiqqan odam. Ho Jintao tayinlagan izbosarlik tayinlagan odam. Hozirgacha Xi Jinping tarafidan chetga qilib kelinayotgan odam. Hazır tuyuqsiz bu adamni o'ttirg'i chiqib, Xinhuaga maxsus muxbir avatib, Tibetning Linzi shahriga shu yerdagi ahvollarni tizimlab kelib degandek material qilib degandek Rimribov gazetida e'lon qildi degan gap bo'lsa, bu adi gap emas vatandash. Demak, hozir Xi Jinpingni elib tashlash uning o'rniga Ho Chinhuani qo'yishdan iborat tayyorlik ketyapti degan savolni qo'ysiz vatandoshlar. Şuna tayyorlik, başka yol yok. Çünkü Kompartiyası bir taraf kılamaydı.
Fakat çekiniş, reis Xi Jinping çekiniş, siyasetin tertipseliş. Eğer muş işki Cungo Kompartiyası işlemeydiğen bolsa, akıbet yaman eğirge toktaydı. Cungo vaziyetinin akıbeti yaman eğirge toktaydı vatandaşı. Ben bugün sizlerge tamojni becini ayada koyup durduk da onu sözlemeyle de hıyalgımız keltürme sebebi ma işkilik siyeni sizlerge sözleyimiz deyip duruptuk. Hazır birdemden içinde Lavrnes Efendi Volkoç giziti oturup çıkardı. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Cungo'dan başka devletlerinin şu devletlerge koyulgan tamojni becini siyasını icra kılışını 90 gün keçiktirip fakat Cungo elip kalganı kaldırıp koyganı Cungo'ga yana üstelep eliki evvel koyulgan tamojni beci koşup 125%'lik tamojni beci koyuyor. O şu 4. ayının 7'de, 4. ayının 8, bugün 4. ayının 9. günü. Ameliyatı Aksaray ihbarı bildirip durun neyim dedi. 9. günüzün başlap Cungo koyulgan tamojni beci siyasi icra kılındı oldu. Bugün 125% çıktı. Del şu 2 gün içinde Cungo Kompartiyası Hu Chunhua deydiğen bu kişini izbasarlıkla təyinləb. Rimirba Cungo'nun partiyanın organ giziti, en çok Cungo'cu zangdar giziti, makalı teyyarlap, haber teyyarlap, Hu Chunhua'nı uçurduğun, maqtaydıgan haber teyyarlap, memleketke koyup bergenligi. Hazır bu bir cemaat fikri ve yaki Cungo Kompartiyası'nın işki katlamada hazırki vaziyet ciddiliğinden kutuluştan bir çağrısı Hu Chunhua. Bugün ben sizlere Hu Chunhua'nı sözledim. Mane sizlere tefsili okup verişim gerek idi. Endi boldu söz yap bulduk vatandaş. Bunu okup verişinin harcı kalmadı. Endi keçisi yani etigisi. Niye mi özgürüş oldu? Endi aldığımız özgürüşünü kütümez vatandaşı.